Sizda hech qachon niqoblarga ehtiyoj bo'lmaganmi? Yo'q, to'g'ri, hamma o'zini yaxshiman deydi. Hamma. Ba'zan negativlarda xafa bo'lib qolsam, "Sen nimani bilasan?" deyman ichimda. Pulim yo'qligi uchun "Zujon, esimdan chiqib qopti-da, men senga qilib beraman" desam, "Qaysi? Qanaqa pul?" Bizni qattiq sevishimizda ekan. Balki men yaxshi kelin bo'lmagandirman, bolam, lekin sen yaxshi nevarasan, bolajonim. Yorqinxo'ja munosabatlarni tiklashga harakat qilmadi. Hokimim ko'rib qolsalar mani, madaniyatimni boshlig'i to'y yurarkanlarmi degan ichimda o'taverardi-da. Menga eng katta zarba bu meni o'sha qo'shiq ayta olmasligim bo'ldi. Ishonasiz, mashinangizni qatga qo'yganingizgacha qarardik. Bugun nima kiyib keldilar deb biz qarardik sizga. Biz yaxshi insonlarni 1000 yil yashaying degan insonlarda 1000 yil ularni eslaymiz. Juda oson qabul qilgandek ko'rindingiz-da. Ha? Dardingizni dasturxon To'g'ri. qilmadingiz. Chunki hech qachon dardimni dasturxon qilmaslikka o'rganganim uchun hech qachon hech narsadan, ayniqsa hissiyotlar borasida men o'zimni bir qanaqadir cheklov qo'ymaganman. Assalomu alaykum. Ayol misoli bir kitob. Uni kimdir oxirigacha o'qiydi. Erinmasdan, g'ijjalab, nuqta virgulgacha qarab. Kimdir sahifalarini tashlab o'qiydi. Kimdir o'qilgan kitobni shunchaki xulosasiz qoldiradi. Yana kimdir kitobni muqovasiga mahliyo bo'ladi-yu, ichini varaqlashga erinadi. Yo'q, bugun kitob haqida emas, shunchaki xonanda Zohida Umarova bilan suhbatimiz bor. Ularning haqiqatlari ehtimol sizga ham qiziqdir. Zohida opa, xush kelibsiz ko'rsatuvimizga, dasturimizga. Zohida Umarovaning haqiqatlarini bugun bilishni niyat qildik. Bilmadik bunga qanchalik erishamiz, buni vaqt ko'rsatadi. Zohida Umarova qachon, qayerda, qanday vaziyatdan bo'lishidan qat'iy nazar niqoblarda ko'rmadim. Ming rahmat, aylanib ketdi. Assalomu alaykum. Taklif uchun ming rahmat. Va endi yig'laveraman unaqa niqoblarda ko'rmadim desangiz yig'laveraman-da, chunki odam o'zini aslini biladi-da, bilganda haqiqat shunaqa bir go'zal narsa-da. U seni yoki hayajonga soladi, u yoki seni dardlantiradi, yoki g'amga solib qo'yadi-da. Hozir men hayajonlandim, chunki shunaqa gaplar baribir yoshingiz o'tgan sarimikin yoki mana rosti bor-ku, rostini kimlardir gapiradi-ku deganingizdamikin odam shunaqa bo'ladi-da, qanaqadir go'zal holatda. Hozir rahmat sizga. Sizda hech qachon niqoblarga ehtiyoj bo'lmaganmi? O'zimni bunday tutishim kerak yoki bu gapni aytmasligim kerak yoki meni bunday qabul qilishlari kerak degan qarashlar bo'lmaganmi? Bilmasam, men unaqa kallamga ham kelmaydi. Meni shunaqa qabul qilish kerak deyish uchun u kimdir bo'lish kerak-da, men kimdir emasman. Men kimdir bo'la olmayman. Me'yori bormi xokisorlikda? Dadam rahmatli bir marta aytuvdilar, bolam, agar buyuklar orasida bo'lsang, ziyolilar orasida bo'lsang, bilginki seni xokisorligingni, kamtarligingni, samimiyligini ular yana 10 barobar seni oshirib qabul qiladi ular. Lekin har xil turdagi odamlar bor-da, bolam, har xil saviyali odamlar bor. Salohiyatiga qarab bir bo'linadi-da odamlar, bolam. Shularning ichiga tushib qolsang, lekin ular seni yasavobdi deb o'ylaydi. Chunki ular o'sha ko'z bilan qaraydi senga. Har kim o'sha ichidagi o'lchovi, uni o'sha qarichi va uni ichki holati. Uni ichki holati qanday bo'lsa, seni shunday qabul qiladi. Men doim aytaman-da, dadajonim shunaqa deganlar, ziyolilar iloyim ko'paysin ichimizda. Umuman millatda iloyim shunaqa salohiyatli, zabardast buyuklar, sokinlar ko'paysin. Buyuklar doim sokin bo'lishadi. Dadajonim siz aytganlar-ku. Mana bu qizda sakinat bor, bolam. Siz endi yosh jurnalist edingiz unda, Sevdo Niyozova. Rahmat. Shunaqa aytardilar. Dadajonim shunaqa bir o'zi ziyoli odam edilar-da, o'qituvchi bo'lganlar-ku. O'sha o'z ishiga munosib deya qolaylik ularni, o'z kasbiga, o'z ishiga, umuman bugun yetishib keladigan, chiqib kelayotgan avlod uchun nimadir qoldirish kerakligini bilgan odamlar bo'lgani uchun o'sha sizni shunaqa razbor qilgandilar-da, taftish qilgandilar sizni-da. Mana bu qizda sakinat bor ekan. Bu jurnalistga eng keragi va oilaga kerak va ayolga kerak deb gapirardilar. Biz endi dadamdan ko'proq olganmiz baribir ko'p narsani, chunki o'chog'ingizda nima ko'rsangiz, nima ovqat pishirsa, shuni yeysiz. Shu dadajonim doim shunaqa esimda turadilar, ko'p gapirardilar va hech gapirganlarida charchab ketmasdik. Eshitib charchamasdim. Endi o'ylab qarasam, nimaga charchamaganmiz?
demagan ekanmiz. Chunki dadajonim o'sha bizga judayam kerak bo'lgani uchun qulog'imizga quyib qo'ygan ekanlar-da. Ertaga bular mendan keyin kerak bo'ladi yoki turmushga chiqib kerak bo'ladi yoki o'ylanib kerak bo'ladi bularga deb shunaqa gapirar ekanlar-da dadajonim. Baribir yoshlik beboshlik qayerdadir ha deb eshitasiz, qayerdadir u qadar ham eshitmaysiz. Lekin endi bugun o'ylab qarasam, siz kabi ustozlar, dadajonim kabi o'sha insonlar bizga kerak, qiymati bor ekan ularni va qiymati juda baland. salmoqli ekan. Bugun kerak odamlar. Har safar shu otangizni fikrlarini menga aytasiz va men har safar juda ham minnatdor bo'laman. Chunki ziyoli odamlarning fikrlari har doim aytganingizdek qiymatli bo'ladi. Rahmat e'tirof uchun, eslab qolinganligi uchun rahmat Zohida Umarova. Bir paytlar biz sizni ashulangiz bilan kunni qarshi olganmiz-da. Rahmat. Deyarli har kuni. Ming rahmat. O'sha ashula bilan qaysi ashulani aytayotganimni bilasiz. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmasin. Darbadar kezmasa kim yurt qadrin bilmas emish. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmas emish. Va biz u paytda so'zning ma'nosini tushunmaganmiz, tan olaylik. To'g'ri. Tushunmaganman, shaxsan men tushunmaganman, lekin uni ohangiga, ijrosiga bir nimasigadir mahliyo bo'lganmiz, qo'shilib aytganmiz. Va yillar o'tdi, u qo'shiqni, u ashulani salmog'ini his qildik, ma'nosini his qildik va yana bir narsaki, vaqt isbotladi, o'lmadi ashula. O'lmadi. Har qanaqa vaziyatda, har qanaqa davrda ishlab bera oladigan bir vazifasini saqlab qoldi. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha ashuladan keyin biz sizni ko'rmadik. Juda katta tanaffus bo'ldi. Bu savolga balki javob ham bergandirsiz. Lekin men o'sha tanaffus asl haqiqatini so'ramoqchiman sizdan. Rahmat. O'sha tanaffusni nimagadir hech eslagim kelmaydi. Hatto uzoq, juda uzoq. Lekin xotiralar tirikdek. Xotira sizni yoki qiynab boradi, yoki sizga go'zallik, hayot beradi. Qaysidir xotiralar baribir sizni azoblaydi. Qaysidir xotiralarim menga hayot beradi. Bilasizmi, men endi shunaqa o'ylayman deb, hamma ayol ham shunaqa. Ayollar bilasizmi, nozik va ojiza deganiga o'shanda ishonganman deyman. Nozik, juda ojiz u, juda ojiz, bu ojiza-da deganini hech oldin men tushunmasdim-da. Nimaga ojiz ekanman degan menda turardi. Meni ruhim shunaqada. Meni o'sha qalbimdagi, yana ichimdagi bitta Zohida, u juda kuchli Zohida-da u. U umuman kuchli o'zi ayol. Lekin o'sha ojiza degan gapni keyin o'sha paytlarda tushuna boshladim va bizni ojizaligimiz bizni qattiq sevishimizda ekan. Bu juda katta baxt aslida. Lekin ojizaligimiz, yana aytaman, bizni o'sha bitta odamga bog'lanib, uni chin yuragimizdan sevishimiz ekanda. Ayol seva olar ekan. Balki Alloh unga shuning uchun ona degan maqomni berdi. Shuning uchun unga yaratishni berdi-da ayolga shu maqomni, chunki u seva olar ekanda. U seva oldi. Yonib seva oldi. Sevgi sizga baxt bo'lib keldimi? Baxt, katta baxt. O'zim har doim ham sevilganman, Allohga shukr. Doim sevilganman. His qilib turasiz-ku baribir. Atrofda sizni kimlardir rostdan ham yaxshi ko'rayotganini bilsangiz, yoki o'zingiz kimlardir rostdan ham sevayotganingizni bilsangiz, u rostdan ham baxt. U sizga baxt olib keladi. Doim baxtni his qilib yuraverasiz-da. Sevilish boshqa, sevish boshqa. Albatta, albatta. Lekin men sevib ham baxtli bo'lganman, sevilib ham baxtni his qilganman. Agar rostini aytadigan bo'lsam, ko'proq men sevib baxtni his qildim. O'sha yonib sevdim. Men Azikajonim o'tib qolganlarda, bilasizmi, ichimda o'ylayapman-da, men endi qanaqa qo'shiq aytaman? Qanaqa qo'shiq aytish mumkin odam endi? San'atkor o'zi ozgina ta'sirchan bo'ladi-da. Menga qo'shiq aytish endi yot bo'lar ekanda, endi begona ekan. Lekin men har doim o'zi sho'x qo'shiqlar aytmaganman. Lekin baribir ham qo'shiq bu shunaqa narsaki, qo'shiq aytish uchun yuragingda katta bir sabab bo'lishi kerak. Mazzaligini his qilib turishing kerak-da. O'shanda qo'shiq aytib borasan-da. Mayli u hijron bo'lsin, u qanaqadir
qanaqadir bir og'ir deylik qo'shiq bo'lsin, u sani dardlaringni aytmoqchi bo'lgan qo'shiq bo'lsin, lekin baribir dardlaringni tagida sani bir qanaqadir his hayajon, go'zallik turish kerakda, sani baxtli qilib turadigan bir qanaqadir o'sha hissiyot o'sha yerda yashash kerak. Sabab bo'lishi. Sabab turish kerak o'shada. O'shandagina sen qo'shiq ayta olasan-da, mazza qilib aytib borasan-da. Menga eng katta zarba bu meni o'sha qo'shiq ayta olmasligim bo'lib qolgan. Va o'zimga bo'lgan ishonch yo'qolib qolgan. Endi qarang-da, ayol kishi uchun demak, yana ham hamma ayol uchun javob bera olmayman. Ayol kishi uchun demak, otam tirik, onam hayotlar shu payt, akalarim, ukalarim, jigarlarim, atrofimda shuncha qarindoshlarim bor, qonlarim, mehribonlarim bor. Menga nima deysan, nima qilish kerak degan jigarlarim turibdi. Ammo ularni o'sha qalbidagi nur yoki ularni uyidagi nur, ularni atrofidagi nur meni qalbimga nur bera olmadi-da. Yetmadi. Lekin uni ochiqcha ayta olmaysiz, u paytda ochiqlab aytib bera olmaysiz. Menga faqat erim kerak edi deb ayta olmaysiz. Menga faqat o'zim azizjonim kerak edi deb ayta olmaysiz. Hozir radioga kirib kelib turib qolganim ham shu yerda yaxshi bo'ldi. Mana shu azizjom davrida mana shu ishlaganman deyman. Kostyumlari o'zlari ko'tarib kelardilar. Hatto rahbar edilar. Ana shopirlari bor edi, Hasan aka degan shopirlari bor. Hasan bo'lsa kerak. O'shalarga ham bermasdilar-da. O'zlari ko'tarib, o'zlari kirardilar. Hamma hayron qolardi. Podpolkovnik edilar. Voy, Zohida Umarovani eri kostyumlarini ko'tarib kelar ekan degan. Balki o'zimni nazarlandilar ko'proq deb o'ylayman. O'zimni nazarim ko'proq o'zim ko'zim tegdimikin baxtimga. Agar ayol eri bilan men baxtliman deydigan bo'lsa, o'sha baxtga men o'zim ko'zim tegdimikin, o'tamanlik. Necha yil birga yashadingiz? 9 yil. Lekin 9 yil menga 90 yil yashadim-da. 90 yil desa bo'ladi, chunki ko'p narsalarni ulardan oldim. Bitta asosiy narsani aytib beraman. Qarang. Inson balki bu dunyodan ketayotganda bilarmikin, deyapman deb, sezarmikin. Zohida dedilar bir kun. Senga ko'p narsa o'rgatdim, mashina haydashlarni o'rganding, o'zing haydaysan. Men endi yosh paytimda mashina haydab yurganman. Akajonim gayida ishlaganlari uchun agar chiroyli anaqa u paytlar radarlar yo'q, baxtli zamonda. Agar chiroyli narusheniyalar qilsang, xohlagan narusheniyalarni qilgin, faqat chiroyli qilgin. Yo'l qoidasini buzsang, juda go'zal buzgin. Shunaqa manyovrlar qilginki, boshqa shopirlar erkaklar endi paytda xotin ayollar ko'p mashina haydamasdi. Shunaqa manyovrlar qilginki, erkaklar qotib qolsin senga deb o'rgatardilar-da. Keyinroq bilsam, bu men uchun, ro'zg'or uchun, bolalarim uchun, bolalarimni ertaga tortib ketishim uchun shu shopirlik menga juda katta kerak bo'lgan asosiy narsani o'rgatib ketgan ekanlar. Mamnaqa bo'lgin. Lekin hech hayron bo'lmagan ekanmanki, nega menga buncha narsa o'rgatadilar? Nega hamma narsa men tufayli, men uchun bo'ladi bu uyda demagan ekanman. Shunaqa bo'lish kerak deb o'ylabman. Bilmabmanki, o'sha ketmoqchi bo'lgan odam nimalargadir shoshilib qolar ekanda. Men ko'zim oldida turadi, 28 yil bo'lgan bo'lsa ham, shundoq ko'zim oldida turaveradilar-da, o'sha oxirgi kunlari dejurstvadan keldilar, navbatchilikdan keldilar-da. Meni hech uyg'otmasdilar-da, ular ertalab. Men umrimda zavtrak ertalabki nonushta tayyorlagan ayol emasman. Endi ulardan keyin albatta, ulardan keyin endi bolalarim uchun endi men shu uyni ham nyanyasi, ham farroshi, ham kirlarni yuvadigan mayli, o'sha hammasi xozaystvo, bu xo'jalikni yurg'izadigan bitta men bo'lib qoldim-da. Bo'lmasa ungacha meni bolalarimni alohida o'zlarini nyanyasi bo'lgan, uyimizda o'sha ishni xo'jalik yuritadigan o'zi ayol kishi bo'lganlar. Shunaqa bo'lganman, lekin ko'rdingizmi, majburiyat sizni yanada kuchli va qudratli qilar ekan. Majburiyat shunaqa narsa ekan. Faqat majburiyatni biz rostdan ham qalbdan his qilishimiz kerak-da. Shunaqa ko'p narsa o'rgatib ketdilarki, ertaga o'zing qilasan. Hammasi o'zingni bo'yningda qolib ketadi degan ekanlar-da. Tayyorlangan ekanlar, meni ham tayyorlagan ekanlar-da. Shunga hozirgacha eslayman, shu aytaman, radiodan kirganim uchun meni hozir ko'p shunaqa esimga tushib ketdi-da hammasi.
bu yoqda bo'lardi u paytda kiradigan joy mundoq uzun tepalikka kirib chiqib kelardilar. Mana shu maqomdagilar ham, xo'rdagilar ham hamma tomosha qilardi. O'sha bugun Zohida opani erlari nima ko'tarib qanaqa kiyimda kelar. U paytda endi kiyimlar tanqis bugunga o'xshab hamma nima deydi, ming xil kiyimi yo'q zamonlarda anaqa zakaz qilardilar. Indiyaga zakaz qilardilar, Fransiyaga zakaz qilardilar shu paytda. Даже so'rashardi, qayerdan olding, qayerdan olding desa, ana maqtanishga uyalardim-da, maqtangim kelardi. Lekin ichimda, qarang, ichimda bo'lavergan ekan hammasi. Balkim shunaqa nazarlantirganmanmi? Anaqa zakaz qilishgan ekan, bittasiga to'g'ri kelmagan ekan, menga berishdi deb aytardim. Ayta olmasdim-da, Zikajon zakaz qildilar, men deya olmasdim. Shunaqa nima desamkin, ichimda balki agar hozir shuni aytsam, yana boshqasi ham shunaqa zakaz qiladi deganmanmi, kim biladi endi. O'sha zamonlarda hech kimda bo'lmagani uchun bitta menda bo'lish kerak deganmanmi? Baribir yoshligingizda bo'ladi-da shunaqa zavq. U umuman boshqa zavqda, ana men hammadan yaxshiroq bo'lishim kerak, men hammadan chiroyliroq bo'lishim kerak, men hammadan go'zalroq kiyinishim kerak degan bo'lar ekanda. Hozir unaqa narsa yo'q. Yosh balkim shunaqa bo'lgandir. Anaqa qizlar aytishadi, Tanovarda qizlar bor aytishardi-da, raqqosa qizlar, Zohida opa, ishonasiz, mashinangizni qatga qo'yganingizgacha qarardik. Bugun nima kiyib keldilar deb biz qarardik sizga. Voy, rostdan rahmat sizlarga. Men deyman-da, o'zim endi bilmayman, o'zim qarang, hozir men 10 kunda balki bir oyda bitta kiyimga kelaveraman. Bir oy bitta kiyimni kiyaveraman. To'g'ri, kechqurun yuvib qo'yib kiyaverasiz-da. Kallamga nima kiyib borsam degan narsa kelmaydi. Hech qachon. Lekin u paytda, o'sha yosh paytim, keyin men ko'proq o'zi Azikajonimga chiroyli ko'rindirdim-da. Odamlar o'zim uchun deydi-ku, ayol o'zi uchun menimcha faqat o'zi uchun hech qachon unaqa bo'lmasa kerak. Atrofingdagilar uchun ham ishga borasan, hamkasblaring balki senga qaraydi. Lekin men ko'proq baribir ham Azikajonim uchun kiyinganman va Azikajon uchun ko'proq men ma'rifatlarni ular uchun qilardim. Qaysidir tomoni agar ularga yoqmay qolsa, men bu bo'lmabdi demaganlar-da. Zohida bir kun aytdilar, Zohida sen anaqa qoraroqsan-da dedilar. Men qoraroqman-da o'zi. Qoraroqsan-da, sengacha oppoq tun anaqa boshqa joylaringni ajratib qo'yar ekan dedilar. Biram xafa bo'ldim. Qoraligimni o'zim bilaman. Qorachaligimni o'zim bilaman. Va bir xafa bo'ldim, ishga ketganlarda ham o'ylayverdim. U paytda qo'l telefonlar yo'q-da. Baribir telefon qildim. Azikajon, men anaqa yarashmadimmi? Xunuk bo'lib ketdimmi bugun dedim-da. Kuni bilan shuni o'ylab yurdim. Ana yarashmabdi demak o'sha. Men bitim ajralib qolar ekan dedilar-da. Qo'llaring ham qora ekan. Yuzing oppoq bo'ldi dedilar-da. O'sha paytda yaxshi pudralar ham yo'q-da endi. Ana nima desamkin-a? Bir ikkita pudralar bor, lola. No, atir gulning rasmi bor, qora, u fransuzskiy. O'shaqalarimiz bo'lgan. Agar uni tonini topa olmasangiz, o'shani surishga majbursiz-da. Hozir endi voy, million xili bor. Milliard xillari bor hozir. O'shanda shunaqa edi. O'sha men Azikajon uchun yasanardim, o'zimga qarardim, kiyinardim. Qaysi kiyimim yoqmayapti-ki, ularga bitta kiyimlarimni hattoki kechqurun kech kelardilar ishda kiyimlarimni kiyib ko'rsatardim. Men bu chiroylimi? Men bu chiroylimi? Hammasi chiroylidir dedilar. Demak, endi o'ylasam, ko'nglim ortmagan, yaxshi ham ko'nglim ortmagan ekanlar. Bizlar baribir o'ylaymiz-ku, biz insonmiz-ku, biz yaxshi insonlarni 1000 yil yashaying degan insonlarda 1000 yil ularni eslaymiz. 1000 yil yashadi degan o'zi aslida shu xotiralar. Shu gap ekanda o'zida, mana men 28 yilda bir kun ham Azikajonni eslamagan, men kunim bo'lmagan. Men uni o'zim aniq bilaman. Agar og'zimda chiqarib aytmasam ham, nima deydi uni, tilimda aytmasam ham, dilimda turadilarda men aytaman. Ba'zan negativlarda xafa bo'lib qolsam, sen nimani bilasan deyman ichimda. Siz nimani bilasiz? Siz men kabi ayol bo'ldingizmi? Men kabi malika bo'la oldingizmi? Men kabi boshlariga toj bo'la oldingizmi? Degim kelib ketadi-da. Amja Azikajon deydi deb aytganda aytaman ichimda. Sizni qarichingizda, sizni o'lchamlaringizda va sizni ichki holatingizda Azikajon, mayli erlarning otini bilmayman, o'shanaqa deya olmabsiz. Deya olmabsiz. Bu sizni muammongiz. U sizniki. Lekin men o'lgunimcha deyman. So'nggi nafasimga ham ba'zida narkozlar olganman-da. Qarang, narkoz olgan paytlarimda ham menga doktorlar aytibdi, Azikajon kim deb. Menga doktorlar narkozda aytibdi. Odam o'sha narkozda o'lasiz-ku, klinik o'sha
o'limda gapirarkansizda kimlarnidir bilinmadi nimalarni aziz akajon kim faqat aziz akajon dedingiz deb aytganda shu operatsiyalarga kirgan paytlarim bo'lganda shunaqa degansiz shunaqa dedingiz deb kulib kiradi hamshiralar aziz akajon bizga ham yozilib qoldi shu gap shu sizni shu gaplaringiz ekan ha xo'jayinim bo'lganlar rahmatli xo'jayinim shunaqa bo'lganlar voy necha yil bo'lgan o'tganlariga keyin ular qiziqardi mana shuncha bo'ldi desam voy hali ham shunaqa ha sevaman hali ham dedim-da. To'g'ri hayot davom etadi. Biz qatlardadir shunaqa ko'rinamizki yoki shunaqa holatda bo'lamizki men hech qachon hali pozitiv emas minimal odamlar bo'ladi-yu men unaqa bo'la olmayman. Ani passiv odam men passiv bo'la olmayman. Bu meni endi faolman har doim. Bu meni endi Allohdan bergan menga bu hadya. Energiyada bu. Bu menga mukofot. Endi qarang, 9 yil yashadim dedingiz Aziz aka bilan va 9 yildan keyin sizni hayotingizda o'zgarishlar boshlandi. Ham ruhiy, ham hissiy va ham moddiy. Adashmayapmanmi? Yo'q. Adashmayapman. Yo'q, adashmayapsiz. O'sha Moddiy hissiy, ruhiy o'zgarishlar- qiyinchiliklarni o'zingiz, yaqinlaringizni mehri bilan yengib o'tgan bo'lishingiz kerak. Moddiy qiyinchiliklar qanday yengildi? Rahbar edim-da. Shayxontohur tumanida zavodil bo'lganman-da. U paytda madaniyat va sport bo'lardi-da. Ishonasizmi, men agar shaharda bironta joyga tirikchilik uchun to'yga boradigan bo'lsam, hokimim ko'rib qolsalar meni, voy, anu madaniyatimi boshlig'i to'y yurarkanlarmi degan ichimda o'taverardi-da. Shunaqa maktabda o'sgansizlar-da. Balki iloji boricha qani edi menga chetroqdan qishloqlardan to'ylar kelsindirdim deyman. Lekin qishloqlardan, u yoqlardan odamlar kam pul beradi va ba'zan tekin ham bo'ladi. Lekin Xudoyimga shukr qilaman, bugun shukr qilaman. Bilib bilmay kimlargadir chin yuragimdan borib xizmat qilib beravergan ekanman. Men bugun xursand bo'laman bundan. Chunki hayotingizni oxirgi yillarini yoki oxirgi o'sha balki 10 yillik, balki 20 yillik yana bor. O'shanda baribir sizga sarhisob bo'lar ekanda ichingizda. Hisob umuman boshqa narsa. Ichingizdagi sarhisob nimalar qildim? Kimlarga men yaxshilik qila oldim? Kimlarni ko'zini o'yib oldim? Kimlarga men qarg'ishda qarg'ab qo'ydim? Kimlarga yomonlik qilib qo'ydim? Baribir bu sizda o'sha sarhisob o'taverar ekanda ichingizda. Men aytamanki, bugun Xudoyimga hamd va sanolar bo'lsin menga, qalbimga. Mayli deb to'yingizni o'tkazib beraveraman, qo'yavering pulingiz bo'lmasa ham. İçimde o'ylardim, nima qilibdi pullar bo'lmasa. O'sha menga tushgan pulni ham olib ketaveraman men. Menda shunaqa bo'ladi. Ehtiyoj bo'lganda Ha, men o'sha pul ham bo'laveradi menga. Yetadi, barakasini bersin deb ketaverar ekanman-da. Bolalarimni moddiy qiyinchilikdan o'zimni ishxonamda polimni ham artib ketaverganman. Farroshni ham pulini o'zim olganman. Yillar davomida. Uni hech kim bilmagan. Chunki hamma xodimlarim ketgandan keyin o'zim tozalab, hamma yoqlarni artib surtib o'sha farroshlik. Demak, u ham farroshlik, uni ham qilib ketaverganman. Va menga hech qachon nimaga men shunaqa ish qilaman? Qaysi yillari mashinam buzilib qoldi. Bitta mashinamni uzoq haydadim-da men. Kia Credis degan mashinamni 13 yil haydadim. Rahmat o'sha Kia'ni egalariga, Koreya, sizga ming rahmat. Shuncha yil xizmat qildi, buzilib qoldi-da, o'sha buzilib qolish tuzatishga meni pulim yo'q-da. Juda katta pul kerak bo'ldi. Korobkasiga katta pul kerak bo'lar ekanda. Kema dedim, yayov yuraveraman. Bir 3 oycha yayov yurdim men. Ishga xonamga boraman, ishxonamdan yayov kelaman. Ozib ketdim 3 oyning ichida. Yuraversiz ozib ketar ekan. Ja unaqa yosh bo'lganmanmi, kim biladi endi. Ja anaqa obedlarga ham chiqmasdim. Balki pullarimni ko'proq tejagandirman. Chunki boshimda faqat bolalarim emas edi deymani. Ro'zg'or faqat bolalarim emas edi. Men dadajonimga, opamga ham, onamga ham olib borishim kerak edi, nimalardir bolalarimdan orttirib, chunki ular o'ylamasliklari kerak edi, meni qizim qiynalyapti deb. Siz avvalgidek tasavvur qilishlari kerak. Ha, menda shunaqa ichimda-da, bu g'urur endi, bu bir qanaqadir g'ururdan ham balki boshqa narsadir. Endi hozir so'z topa olmayapman-da. Balki oriyaptir. Balki o'sha holatda bo'lishim kerakman degan bo'lganman-da har doim. Kimgadir nimadir akalarimga, ukalarimga yoki dadajonimga, opamga kerak bo'lsa, baribir birinchi o'zim men berishim kerak derdim-da, men borishim kerak derdim. Shuncha farzand bor bo'lmasam.
lekin baribir man olib borgim kelardi. Man berishim kerak dadajonim. Xursand bo'lishlarini ko'rsam, o'zim 10 barobar xursand bo'lardim. Yoki onamni olib borguncha, o'sha narsani yetkazib olib borguncha, opamni ko'z ovora bo'lardimki, opam hozir qanaqa qabul qiladilar meni debdi. Bilasizmi, qaytar dunyo ekan. Bir kuni Yorqin xo'ja menga, "Ayajon, men katta pul topdim-da, endi katta pul olib kelyapman-da, o'ylayapman. Hozir ayam qanaqa holatga tushib qoladilar. Bilasizmi, bolamga 2 soat yig'ladim deyman. Aya, nima bo'ldi? Sizga nega unaqa siz yig'layapsiz, ayajon? Men dedimki, bolam, xuddi shunaqa sandagi holat men o'zim onam bilan bo'lgan. Demak, Yorqin xo'ja katta pul topdi va uni sizga olib keldi. Ha, u pul topsa o'zi shunaqa doim bo'lgan. Bir so'm topsa ham, keyin o'zi bir so'mni berardi. Ayajon 20 tiyin berib turing derdi. Bu uchun meni bolamga bir umr ta'zimlarim. U to'g'ri tarbiyalanibdi, u to'g'ri odam bo'libdi. Dadajonim aytganlaridek, to'g'ri so'z bo'lgin, birovni haqqini yemagin, halol bo'lgin. Bugun mendan so'rayapti, "Ayajon, kredit bo'lib qolmabdimi? O'sha uy bitta, Yangi O'zbekistondan uy oluvdi. Mahmudga kredit yozib qo'yibdi. Qarang deb menga tashlab yuboribdi Telegramdan." Keyin aytdimki, "Bolam, subsidiya deganni ham shu kredit как бы protsenti kamroq. Bizga u senga yordam bo'lishi uchun, xalqqa yordam bo'lishi uchun davlat shunaqa ja kredit subsidiya demagandirda, kredit degandir." Keyin darrov telefon qildim, bolamni ko'yini "Yo'q, men unaqa qilmayman, men unaqalar qilmayman, kreditlar qilib qilmayman. To'lasam shundoq to'layman." Dedi, darrov telefon qildim anu Sarvinoz degan qizga, "Qizim, shunaqa kredit men bolam unaqalarni qilmaydi, protsent deb o'ylaydi, protsentda o'tiribman deb o'ylaydi." Desam, "Yo'q, u unaqa narsa emas. Subsidiya bizga o'tkazadi bankka, bank keyin biz sizlarga protsent qilib beramiz, kam miqdorda." Dedi. Keyin Yorqin xo'jaga darrov telefon qilib, "Unaqa emas ekan bolam" desam, "Ha, mayli, sizga keyin telefon qilaman" deb qo'yib qo'ydi. Bildimki, ayam hozir suvab ketyaptilar, qatlarini yamab o'tib ketdilar o'zlari degani bildim-da endi men. Ona biladi-da. Ha, sezaman. Shunaqa ko'rdingiz, shunaqa qaytar dunyo. Bir kun Yorqin xo'jani bolalari ham xuddi shunaqa o'sha adam hozir qanaqa holatga tusharkanlar deb ko'tarib keladi nimalarnidir, yoki o'sha mashhur nomlarni olib keladi. Ayam qanaqa holatda bo'larkan hozir deb. Men doim meni o'rab turgan yaqinlarimdan minnatdor bo'lganman. Juda ham minnatdor bo'lganman. O'zlarini o'ylamay, meni o'ylagan jigarlarim meni. Lekin hech qachon og'irligimni tushirmasdim baribir ham. Ichingizda turadi-da shu, yo'q, men o'zim qilishim kerak, ular emas. Akam emas, ukam emas, yoki singlim emas. Meni o'zimda bo'lish kerak, men o'zim qilishim kerak degan turadi. Ularni bergani sizga qanaqa aytsam to'g'ri bo'ladi? G'alatiroq. Ular minnat qilmaydi, ular Yo'q, aytmaydi, lekin yo'q. o'zingizni qabul qilishingiz qiyin kechadi. Zuhra degan singlim bor-da meni. Tashmini bitirgan. O'sha paytda men endi institut bitirdim, u Tashmida o'qiyapti. Juda yaxshi o'qidi. 4 yilda kirdi o'zini kuchi bilan. Bizni dadajonimiz ziyoli bo'lganlar uchun hammamiz 7 ta farzandni oliy ma'lumotli qildilar-da. Makonlari jannat bo'lsin. Va men o'ylardim-da, o'sha singlim naqadar o'qishga chanqoq ekan. Men endi san'atkor bo'lganim uchun teatraliy institutda o qadar unga o'xshab apros, unaqa narsalar yo'q endi. Biz opit ko'proq ijodiy jarayonlarda biz tajribalar natijasi. Keyin singlim shunaqa qiynalib o'qidi singlimda, lekin uni bir kun mevasi bu mana necha yillardan beri u bosh shifokorda. Necha yillar. O'sha singlim pul berib turardi-da, u esdan chiqarardi, bilaman, jo'rtaga esdan chiqarardi. Haqiqatan jo'rtaganligini bilardim. Anaqa jigarim dirdi-da, endi bolalari kichkina qolib ketdi-ku dirdi-da, bilardim-da, sezasiz-ku baribir. Chunki u meni jigarim-ku, bitta qorindan tushganmiz. Zujon, anaqa esimdan chiqib, pulim yo'qligi uchun Zujon esimdan chiqib qopti-da, men senga qilib beraman desam, qaysi? Qanaqa pul? Desa, ishoning, men o'sha kuni shunaqa dunyodagi eng baxtli, men juda xohlardim bizning millatimizda bugun shunaqa negativlar yozilyapti bir-biriga. U ham baribir sizni qanaqadir qarindoshingiz, qarindosh bo'lmasa ham u sizni yurtdoshingiz, u sizni eldoshingiz, u sizni dindoshingiz, u sizni millatdoshingiz-ku deyman-da. Qanaqa yozayotganda darrov o'zim ko'zim oldiga kelaman-da, uni o'rniga qo'yaman. Unda qo'yishgani qo'ydim. Sanchi men buni qanaqa yozadi deyman. Va sizga juda ko'p negativlar bo'ldi. Juda ham ko'p. Hazm qilish qiyin bo'ldimi?
albatta odamman-ku. xuddi hazm qilib nima deydi juda oson qabul qilgandek ko'rindingizda. Ha, Dardingizni dasturxon to'g'ri. qilmadingiz. Chunki hech qachon dardimni dasturxon qilmaslikka o'rganganim uchun va men har doim bir o'zim kurashganim uchun o'zim bilan, ro'zg'or bilan deylik, odamlar bilan, Hayot bilan deylik. hayot bilan deylik. Bir o'zim kurashganim uchun o'rganganman, yana o'zim kurashdim, lekin baribir ichimda shunaqa gaplar turdi. Afsuski siz javob berasiz-ku. O'sha o'l degan turmadi. Agar o'l desam, men gunohlarimdan forig' bo'la olmasdim. U odamga, o'sha negativ yozayotganlarga jimgina isyonim aksincha yaxshiroq bo'lardi. Meni gunohlarim, xatolarimga kaffora bo'lardi. Men ichimda baribir mayli yozadi deb qo'ya qoldim. Lekin baribir ichingizda kurashasiz. Qaysi kurashki yomonlik qanaqa aytsam juda chiroyli chiqadi. Yomonlik sizga siz loyiq emas haqoratlar, Sizga kazzoblik, munosib bo'lmagan. Yo'q, to'g'ri, hamma o'zini yaxshiman deydi, hamma. Lekin yozayotgan odam hech qachon o'zini yaxshi demaydi. Chunki uni ichki holatini zo'r yaxshi biladi. Men o'shaning uchun uni mayli, lekin xafa bo'ldingiz. albatta, ichingizdan kuyasiz, chunki insonmiz. Endi men naverna shu birovni meni haqorat qilishi nima bo'pti? Ne azoblarni ko'rganimda. Nima u haqorat? Va u odam menga kim bo'ladi degan o'tadi. Doim. Sen meni boyaga aytganimda, bilsang edi, sen meni kimligimman. Men qanaqa hayotda yashaganimni, qanaqa erkakni malikasi bo'lganimni, sen bilsang edi, qanaqa o'g'ilni ona qirolichasiligimni ichimda aytaman-da. Balkim kimlardir, hammani ham bolasi o'zi uchun yaxshidir. Lekin baribir Yorqin xo'ja meni o'sha boshiga toj qilib taqdida, qachonlardir balki onamni taqqandurman, qaytar dunyo. Yomonligini ham mana qarang, dadam bir kun aytgandilar. Bolam, yaxshilik qilishni o'rgan. Yaxshilikka 10 barobar yaxshilik keladi, qarang. Lekin yomonlikka 1000 barobar keladi. Endi siz tanlang, qizimjonim, tanlab oling o'zingizga. Yo yaxshilikka 10 barobar, yomonlikka 1000 barobar. Sizga 1000 kerakmi yoki yaxshilik uchun 10 kerakmi? 10% sizga yaxshiroq-a, bolam. Mana shu tomonga o'tib ola qoling. Qarang, hammamizga yetardilar. Bir dasturxon atrofida bo'lardi oldin onalar, otalar, buvilar, dodalar, bir dasturxon. Shunaqa ko'p gapirlarda ichimda. Dadajonim leksiyalari boshlandi-de, dedim-da. To'xtab qolardim. To'xta, shu leksiya nima haqda, nima uchun gapirdilar buni deb to'xtab qolardim. Keyin ko'p menda shunaqa odat bordi, o'zimga yozib olardim. Dadamning gaplarini yozib olardim. Juda ko'p. Kundalik qilib. Kundalik bo'lmagan. Har joylarga yozib ketardim, keyin uni to'plab olardim. Uni ham eslayman. Bir joylarga gazetalarni chekkalarga ham yozib ketganman. Ana gazetani hech qanaqa joyi bo'lmaydi-ku. Faqat 4 ta burchagida mincha joy bo'ladi. Balki 2 sm, balki 1 sm. O'shanga mana shunaqasidan yozib chiqardim-da, dadajonimning gaplarini. Lekin keyin o'zim ham shunaqa bo'lib qoldim. Ana filosofga o'xshab bir narsalarni o'zim ichimda bo'ladi bu gaplarda, o'zim o'shab yozib keyin o'zimning gaplarimni yozib qo'yadigan bo'ldim. Esimdan chiqib qolmasin shu gapim deb. Mana hozir aytayapsiz-ku, ota-onamga qilgan yaxshiliklarim farzandlarimdan qaytayapti. Allohga shukr. Ilohim hammamizni farzandlarimizdan yaxshilik kelsin, farzandlarni ortidan yaxshilik kelsin. Onamning bir gaplari bor-da, men onam ham oson kechmagan hayoti, xullas aytardilar-da, yerda edim bolalarim deydilar. Yerda edim. Farzandlarim sani orqanglardan osmonga chiqdim deydilar. Voy, aylanib ketdik, onajon. Va siz ham Yorqin xo'jani orqasidan osmonga chiqdingiz. Albatta, o'sha osmonni kimlardir osmon deb bilmadi-da. O'sha osmonga chiqqanim, ko'klarga chiqqanim, masalan, o'zimda u narsam yo'q. Men bolam bunoq Alloh asrasin undan mani bolamga yuqori martabalarni bersin, qizlarimga ham bersin, ilohim yana beraversin deb, men aksincha ularni topganlarini, ularni nimadirlarni boshqalarga berib, boshqalarga yaxshilik qiling. Chunki biz baribir ketamiz. Va bo'ynimizga olishimiz kerak, biz ketamiz. O'sha yozayotgan odamni aytamanki,
anaqa qo'rqmayaptimikinlar? Masalan, har kuni baribir bir marta eslaysiz-ku, u dunyo haqida, qabr azoblari haqida o'ylaysiz. Men nima deb javob berar ekanman deb baribir ham o'ylayman. O'sha birinchi savol javobda yo'q qolib qolmasmikinman? O'ylayman, ana internetlarda ko'rib qolaman-da, odam o'sha qabrgacha o'rab qo'yganini men juda ham qo'rqib ketaman. Oldinlari yosh bo'lgan ekanmiz-da, o'lim haqida unaqa o'ylamagan ekanmiz. Bugun yoshlarga shu gapim baribir. Musulmonning bolasi o'sha o'lim haqida o'ylab turish kerak ekanda va o'shanda balki ani ko'ngliga, qalbida bir narsa paydo bo'lib, yaxshilik qilishim kerak, yaxshi gapirishim kerak ekan. Onamga, otamga, akamga, ukamga, jigarlarimga, yaqinlarimga hammaga yaxshilik qilishim kerak ekan. Balki shuning uchun men yaralgandirman, shuning uchun dunyoga kelgandirman. Menga shuning uchun Alloh hayot bergandir, umr bergandir deb o'ylab bir marta bo'lsa ham, mayli bir oyda hech bo'lmasa bir marta o'ylashsin ekanda. Men shunaqa bugun shu xulosaga men keldim. Demak, o'sha ota-ona farzand ota-onasidan qanchalik faxrlansa, vaqti kelib, fursati kelib farzand orqasidan faxrlanish bu katta yutuqda ota-ona uchun ham. O'zimni kamolim, o'sha bir mahallar sizni qo'shig'ingizda katta bo'ldim Zohid opa degan kamolim hech narsa emas edi-da. Bugun bolalarimni orqasidagi bolalarning kamoli, ularni orqasida yurishim, Yorqin xo'jani onasi desa, uchib yuraman-da. Rahmat sizga deb ketaman. Voy Yorqin xo'ja onasi siz desa, men o'sha kun men uchun eng yorqin, yorug' kunda. Voy Yorqin xo'ja onasi yoki orqamda Yorqin xo'ja onasi, rahmat bolam sizga, voy rahmat sizga deb ketaman men. U baxt yo'qda, u yerda ham hech qayerda yo'q baxtda edi. Baxt aslida bilasiz, nisbiy tushuncha-ku. Lekin bolalaringning baxti, bolalaringning kamoli, bolalaringni senga qilayotgani, masalan, hech qachon yetmaydi u. Ayjon, men sizga mana buni olib beraman, u demaydi. O'zim ham so'ramayman, uyalaman. Men kelinimdan ham uyalaman. Lekin kelinim meni tilladi, oltilladi. Anaqa ikkalasi kelishib oladi. Anaqa ayamga mana qilish kerak-da, ayamga mana qilishimiz kerak degan qizim borlar-da meni. Bilasizmi, o'zimni qizlarimdan kim nima desa desin, bu gapni iltimos albatta bering efir uchun, efirga bering. Xalqimiz ham hech bo'lmaganda voy mazza qildim shu gaplardan deysin. O'zimni qizlarimdan-da men kelinimni yaxshi ko'raman. Qaynona bo'lish naqadar baxt ekan. Men buni oldin bilmasdim. Agar oldin bilganimda Yorqin xo'jani ertaroq uylantirardim. Qaynonalik mehnatmi? Muhabbatmi? Yo'q. Qaynonalik haqiqiy qirolichalik. Agar kelin malika bo'lsa. Kelinim ona qirolicha. Hozir endi tug'dilar-da. Ungacha malikam deb chaqirardim o'zi. Endi boshida o'yladim, hamma aytibdi menga, voy boshidan ushlab olish kerak-da, kelinni-da, anaqa boshdan o'zingga anaqa xizmat qiladigan qilib qo'yish kerak-da, deyapti-da menga-da, o'rtoqlarim endi ular bolalari ularni ertaroq uylangan, meni bolam kech uylandi-ku, Yorqin xo'ja. Men aytaman, u qanaqa? Anaqa o'zingga qaratib, senga xizmat qilish qanaqa u deyman. Nima meni o'zimni qo'lim yo'qmi? Men uyalaman, kelinim menga даже men borsam ham bunaqalarni qo'ysalar ham uyalaman. Yo bolam, men qornim to'q deyman. U chin yuragimdan aytaman. Men bilmasam endi uyalaman. O'zi bolalari bilan ovora bo'lib, erini paypog'icha kiydirib qo'yadilar. Ani bir kun qarasam, pyatkalarini kiydiryaptilar. Anaqa Zinura qizim. Qizim jonim dedim. Ne qaradilar? Ular meni ko'rmadilar balki-da. Bo'lsa o'sha yerda turuvdim men. Qizim jonim dedim. O'zimga o'xshabsiz-a dedim. Aylanib ketaysiz-dan, o'zimga o'xshabsiz-a siz. O'ziki jonim, oyoqlarini tez-tez kiydirib qo'yardim, tez-tez artib qo'yardim. Kelgan zohatlari tog'aram turardi, vannam. To'g'ri dedim, domda turardik-da biz. Shuna to'g'riga qarasangiz vannam turadi, lekin vannamda tog'ora-pog'irlar ko'rinmaydi. O'sha tog'aramda har doim ozgina o'sha margansovkamda suv turadi, ozgina suv qo'shib tezda oyoqlarga qo'yam. Chunki ular kuni bilan oyoqlarini yechmasdilar, gayida ishlagan odam shu. Ertalab masalan deylik 6 da ketsalar, kechqurun 2 da kirib keladilar. Kuni bilan oyoqlari yechilmagan bilardim. Uni bitta tatar nyanyam bor edi, o'shalar o'rgatgandilar menga-da. Shunaqa margansovkali suv qilgin, nim qilgin, rozivoy qilgin, doim oyoqlari shunga qo'yib qo'ygan. Kelgan zohatlar oyog'iga qo'ygan. Oyoqlarni terlaydi, charchab qoladilar, nima qilsa bo'ladi deganman-da endi. Shu nima qilsam shu azizakajonga yoqsin dedim-da. Nima qilsam men yoqaman yoki nima qilsam men go'zal ko'rinaman. Yana shu temaga o'tib ketib qoldim-a? O'zim bilmagan holda o'tib ketib qolaman.
kelinimga shunaqa dedim, o'zimga o'xshabsiz bolam aytib berdimda keyin, lekin kelinim rosa soatlab eshitadilar. Agar gapirsam soatlab, hech qachon charchab ketmaydilar-da. Keyin aytaman, bolam, yosh bo'lsangiz ham sizga ming rahmat. Mani sizga ta'zimlarim, chunki siz eshita olasiz. Demak, siz buyuk ayol, buyuk ona bo'la olasiz, chunki siz ko'proq eshitasiz. Ming rahmat eshitganingiz uchun bolam deyman-da. Va lekin yana bitta narsa, qaynonalik, kelinlik, o'zaro munosabatlar nihoyatda go'zal-da. Mana hozir aytib turibsiz, haqiqatdan ham. Eng zo'ri. Ha, juda chiroyli. Yaxshi qaynona bo'lish, yaxshi kelin bo'lish, yaxshi o'g'il, yaxshi kuyov bo'lish hammaga nasib qilsin. Chunki aytganingizdek, bu dunyo omonat. O'tamiz, ketamiz. Bizdan qoladigan yaxshi gap, yaxshi so'z, yaxshi xotiralarda. Va yana bitta narsa, qilinayotgan har bitta harakatimiz, bir-birimizga bo'lgan harakatimiz muhabbat bilan, yaxshilik bilan bo'lsa, beminnat bo'lsa, undan yaxshisi yo'q-da. Undan go'zal yo'q. Lekin iddaolar bo'ldi. Vazirni qudasi. Baribir ko'nglingizga tekkan joylari bordir. Yorqinni ko'ngliga tekkan joylari bordir. Ehtimol bu mavzuda birinchi marta gapirmayotganimdirsiz. Rahmat. Yorqin xo'ja menga aytibdi, "Mam, ayajon, anaqa intervyularga bormay, ayajon, gapirmay qo'ya qoling, ayajon, siz chiqmay qo'ya qoling", har xil gaplar. Yorqin xo'ja juda ham mard bola-da. Jo mard bola. Masalan, kelinimizni olib kelayotganimizda, hali kelin bo'lmaslardan, ayajon, Xudo xola bilan, ayam bilan kelishib olsangiz, yana anaqa ayollar baribir bir narsalarga berilib qolasizlar. Chunki sizlar baribir o'sha matolar, mayda-chuyda hoy-havaslaringiz bor-da, ayajon, yana berilib qolmang, hech narsa yana ko'tarib kelamiz desa, yo'q deb ayting deganda, o'shanda men hayron qoluvdim bolamga-da. Sen azakajonim o'xshabsan. Mani azakajonim to'ylarimni ham o'zlari qilib berganlar. Onam rosa xursand bo'luvdilar o'shanda. Yaxshi bola ekan-a deb. Yaxshi inson ekan-ku bu. Haqiqiy erkaklar uyga ayolini manfaatsiz olib keladi degandilar onam. Manfaat kutmabdi sendan, yaxshi inson ekan. Demak, yaxshi erkak, yaxshi oila qilasan bolam. Sen eng baxtli bo'lding deb rosa gapirgandilar. Eng baxtli qizsan bo'lding. Qara, Azizxon hammasini ko'tarib kelibdilar o'zlari. Endi oyim ham o'tib ketdilar, rahmatli dadam ham, qaynonam o'tib ketdi. Gapirsam bo'ladi. Anaqa oyimga ham, dadamga ham hech narsa aytmanglar deb qo'ygandilar-da. Artist hamma ham kelin qilgisi kelmaydi-ku. Gap balki unda ham bo'lmagandir, artistni kelin qilish bo'lmagandir. Gap o'sha azakajonimni o'yga olib kelayotgan ayoli haqli, qaysidir ma'noda men sendan, mana erkakman, sendan hech narsa kutmayapman. Xuddi qarang, yana qaytar dunyo. Xuddi shunaqa otasidek bo'ldi-da. Qaynona-qaynotangiz bilan munosabatlaringiz qanday bo'lgan? Aytganingizdek, o'sha artist degan tushuncha bo'lmagan o'rtada. Yo'q, bo'lgan, albatta bo'lgan. Maktabga ishga kirganman kelin bo'lganimda. Shuncha yaxshi sanatim bor edi. Domlalarim mendan umidlari katta edi, ustozlarim, lekin men maktabda ishladim. Turmushga chiqqandan keyin 239-Toshturma deydi maktab, o'sha maktabda musiqadan dars berdim. Lekin o'quvchilarim zo'r edi. U yerda ham baribir baxtni his qilganman. Lekin yuragimdagi eng katta azob men o'z kasbimda bo'lmaganligim. Endi majburiyat, sen bu ishga kirdingmi? Majbursan, shundoq ko'rsatgin o'zingni, o'quvchiga ham bera olgin endi o'zingda borini degan turardi-da. Lekin o'sha azob ichimni kemirib borardi. Bir kun dadajonim meni tushundilar. "Voy, sen yaxshi qo'shiqchi ekansan-ku" deb, rahmatli joylari jannatdan bo'lsin. Qarang, o'sha zamonda kelinlar qaynonani, qaynotani rizo qilishim kerakdir ekan-da, demak. O'ylab qarasam, biz qaynotam xafa bo'lmasinlar, erim xafa bo'lmasin demabman-da. Azakajonim meni san'atkor bo'lganim uchun aslida o'ylanganlar. Sen zo'r qo'shiqsan, sen sahnalarga chiqsan, yaxshi ko'rar ekanlar san'atni o'zlari-da. Lekin dadajonim xohlamadilar. Keyin men o'qituvchi bo'ldim. Bir kun keyin, "Sen yaxshi qo'shiqchi ekansan, qo'shiq aytavergin, o'zingni ishingga boravergin." O'zimni dadam, rahmatli dadajonim. Opam, "Voy, nimaga artist qilasiz? Voy, artist bo'lmasin, voy, ertaga buni kim oladi? Voy, ana shunaqa orqasida ming xil gap so'z. Voy, bu qolib ketadi keyin ersiz." Mana shunaqa gaplar bizning davrimizda shunaqa edi endi. Dadam aytdilarki,
mani bolam mana shu kasbda baxtlida, qo'shiq aytib baxtli qaragan, qo'shiq aytsa baxtni his qiladi, bu mazza qilyapti Zohida aytganlarda, o'zlari yetalab mani teatralniga olib kelganlar. Lekin xo'jayinim o'tganlaridan keyin endi dadam sal azizakajonni sal oldin o'tgandilar. Yo'q, munosabatimiz unaqa bo'lmadi. Biz bir-birimizni batamom esdan chiqardik. Ular bizni o'sha biz domda yashardik. Yo'q, oramizda unaqa yaqinlik qolmadi. Keyin men tushundim. Balki san'atkorligim ularga yoki erkinroqligim yoki o'sha hech doim pozitiv, quvnoq, shodon bo'lib yurganim ularga er uchun kuymadi degan balki tushunchalar bergan, shu narsani bergandir ularga. Yorqin xo'ja munosabatlarni tiklashga harakat qilmadimi? Yorqin xo'ja o'zi molodez bolada, aylanay bolamdan to'ylarga ham etdi, ularni ammalarini boshlab to'yda o'tirishdi. Ayjon, siz hech nima o'ylamay yana anaqa ammalarim to'yga etganman, kelishadiki, yo'q bolam, qoningku, nima deyman. Lekin ko'rib to'g'risini aytaman, to'yda ko'rib g'alati bo'lib qoldim. Voy, bo'lib qoldim. Anaqa baribir shunaqa bo'ldi-da. Ular kelishibdi degan bo'ldi baribir ichimda. Keyin amaqisi azizakajon ukalari og'ir ahvolga tushganda to'ylariga hamma san'atkorlarni chaqirib baribir qonida o'zini shularga tortdi. Albatta, va men bundan bolamdan minnatdorman. Men faqat bolamdan minnatdorman. Sizni munosabatlaringiz u boshqa masala. Albatta. Yorqin xo'jani ular bilan munosabati bu qon masalasi borda. Albatta qon masala. Shuning uchun balki men yaxshi kelin bo'lmagandirman bolam, lekin sen yaxshi nevarasan bolajonim. Bo'lishi mumkin, shunaqa dedim. O'zim xursand bo'ldim, chunki biz ketgandan keyin hech bo'lmasa men bu amaqim, men bu o'g'li bor, amajonim, men bu o'g'li bor, men bu qizi bor degan turadi-yu, hech bo'lmaganda yaqinlarim bor degan turadi-ku ichida. Biz borib ketamiz-ku, o'shanda qarindoshchiligi, meni yaqin qarindoshlarim bor, jigarlarim bor degan bo'lsin deyman-da. Albatta. Yaxshi odam atrofida har doim yaxshilar bo'ladi. Bir ayolga suyanch kerak-da. Juda ham. Unga muhabbat kerak. Yana bir marta sevish uchun imkoniyat berdingizmi o'zingizga? Men o'zi juda sevuvchanman. Masalan, to'g'ri, xotiralarim tirik, xotiralarim go'zal, xotiralarim mangu. So'nggi nafasimgacha ular Zohidani ichidagi Zohida bilan. Lekin tashqarida yana boshqa Zohida bor. Tashqi dunyo bilan bog'langan, bugungi hayot bilan bog'langan, siz bilan, ular bilan, umuman jamiyat bilan bog'langan, olam bilan bog'langan boshqa Zohida bor. U Zohidani bo'ynida shunaqa majburiyatlar bor. U Zohidani bo'ynida mas'uliyat bor. U Zohidani bo'ynida yana sevishim kerak degan yuragi bor. Va hech qachon o'zimni qonunlari bor. Hech qachon o'zimni cheklamaganman. Hech qachon hech narsadan, ayniqsa hissiyotlar borasida men o'zimni bir qanaqadir cheklov qo'ymaganman. Meni sevishsin, men ham sizni sevaman. Bolalarim agar onasini baxtli ko'rsa, ular ham baxtli. Ular mendan da baxtli. Doim uni his qilib turaman. Men kulib yurishim, meni sog'lom yurishim, men doim sevilishim, men doim sevib turishim ular uchun menimcha shu birinchi darajali baribir bo'lsa kerak, chunki bolalarim o'zimga o'xshaganda yuragi men tuqqanman endi mendan yaralgan bolalarda Alloh sababchi qilgan meni endi men nima bilan nafas olgan bo'lsam, nimani his qilgan bo'lsam yoki nimani boshimdan o'tkazganman, nimalarni men ajrata oldim, shunaqa bolalar bo'ldi-da ular ham. Baribir ular yaxshi bolalar va yaxshilikka chaqiruvchi, yaxshilik qiluvchi shunaqa bolalar. Ana o'zida yo'q bo'lsa ham berib yuboradigan, xursand bo'laman. Men aytamanki, agar Yorqin xo'ja bolam, endi u erkakda baribir. Agar Yorqin xo'ja bolam, ya bermay, ya qilmayman shuni, nima qilasiz unga? Desa nima qilardim? Baribir bolammidi? Baribir birovlarga hech narsa deya olmasmidi? Bugungi mendagi go'zal dedingiz-ku? Agar bugun go'zal bo'lsam, ishoning, Yorqin xo'ja Umarovning orqasidan. Agar bugun boy bo'lsam,
Yorqinxo'ja Umarov orqasidan. Agar bugun men pozitiv yashayotgan bo'lsam, podshohim orqasidan. Agar bugun men haqiqatdan ham odamlarga yaxshilik istayotgan bo'lsam, u ham meni o'sha podshoyim, sevgilim orqasidan. Chunki men uni onasi yomon ona bo'lish mumkin emas. Mumkin emas. Bolangiz uchun o'limga ham tayyor turasiz. Bolangiz uchun. Endi Yorqinxo'ja Umarov o'zi yaxshi inson bo'lsa, uni orqasida yomon onasi bo'lishi mumkin emas. Yoki Yorqinxo'jani sevayotgan ayoli onasi maraz ekan deb uni bo'ladi, sevmasligi mumkin. Yo'q, unaqasi mumkin emas. Yorqinxo'ja Umarovning ayoli bugun qaynona onasini ham sevish kerak. Chunki Yorqinxo'ja Umarov onasi yomon qaynona bo'lish hech ham mumkin emas. Mumkin emas. Men o'zim unga hech qachon yo'l qo'ymagan bo'lardim. Va men bugun yaxshilikni baribir targ'ib qilgan bo'lardim. Yaxshilikka chorlagan bo'lardim. Keling yaxshi gapiramiz, hech bo'lmasa, keling biz bir-birimizga yaxshi bo'lamiz. Agar yaxshi gapira olmasak, hech bo'lmasa kulib qo'yaylik bir-birimizga. Hech bo'lmasa kulib o'tib ketaylik bir-birimiz yonimizdan. Men degan bo'lardim. Yaxshilik qilish qo'lingdan kelmadimi, yomonlik ham qilma. Qilma hech qachon. Bu oltin qoidaga Yomonlik aylanadi. haqida hattoki o'ylab ko'rma, dadajonim aytardilar. Qarang, dadam yana bitta zo'r tomonlarini aytib beraman. O'sha paytlarda hech kimda mashina yo'q, meni dadamda mashina bor-da. Har 2 kunda albatta benzin bo'lardi-da, kanistr deylardi. O'shanga har 2 kunda meni qora qizim dedilar. Qora qizim, qarachi kanistri to'lami? Dada, yarim kechasi nimaga kerak? Sizga benziningiz mashinasida bor-ku desam, yo'q, kanistri to'la bo'lish kerak, men uni olaman-da. Anaqa kechasi kimdir kelib qoladi, bolam appendisit bo'lib qoladi, kimdir homilador, kimi kelini tug'ib qoladi, kimdir nimasidir bo'lib qoladi. Shunaqa edi, mashina kam edi. Mashina kam edi, dadajonim bir kanistr benzinni chiqarib qo'yib, buni ham olaman. Mashinani orqasiga solmas ekanlar, demak nimadir bo'lmasin degandirlar. Ogoh bo'lib turganlar-da u odam. Shunaqa birovlarni qarang, darvozani muncha ochib qo'yinglar. Hech qachon kuchugimiz bo'lmagan. Hech qachon. Dadajonim kuchuk saqlamaymiz. Hozir akam o'sha uyda qolganlar kuchuklari bor. Men baribir bundoq qarab qo'yaman. Siz dadamga o'xshamasiz deyman ichimda. Ichimda. Dadam kuchuk boqtirmagan bo'lardilar. Kuchuk yugurib chiqadi, vovullab. Dadajon, kechasi kimdir kelsa, kuchugimiz taniydimi uni? Yo'q, kuchuk kerak emas dedilar. Mushu ham boqtirmasdilar. Shu kerak emas debdi. Endi odamlarga yomon ota meros ekanda sizga. Hanajon ota meros juda ekan. dilbar inson edilar. Bugun qo'rqmasdan va butun ommaga, butun jamiyatimizga shunaqa yaxshi odamni bolasi edim-da. Deya olaman. Hech dadam ham hech ham esimdan chiqmaydi-da meni. Anaqa agar duo o'qiy olmasam aytamanki, dadajon, lekin siz meni qalbimda, duolarimda siz, lekin deyman-da. Sizga o'qiy olmayotgandirman hozir. Lekin siz meni qalbimda, siz menga ko'p, sizdagi yaxshilik, sizdagi mehr, sizdagi muhabbat, shunaqa muhabbatli odam edilar, shunaqa romantikaga boy. O'sha hammasi menga o'tib qolganda, aka-ukalarimga ham o'tgan. Lekin eng ko'p sizga o'tgan. Balki. Qo'shiqlar. Shuning uchun ular meni ko'proq yaxshi ko'rardilar. O'zim bilardim. Baribir otani muhabbati qiz bolaga boshqacha bo'ladi-da. Boshqacha bo'ladi. Hozir siz adangizni eslab olasiz, men ham o'zi eslabaman. Siz ham yaxshi odamni bo'lasiz. Nimaga siz onajoningizni gaplarini gapirdingiz va sizni men ham hech sizni ko'rmadim. Shuncha efirlaringizga kelaman, taklif qilasiz. Rahmat. Hech ham ko'rmaganman sizni shunaqa bir qoshlaringiz chimirilgan yoki hey degan. Har doim qarang, men qattiq gapiraman-da, o'zimni bilaman. O'zi qattiq gapiraman, bilmayman, garaymanmi? Va shu bir tomoni muncha yaxshi eshitmaydi. Doim ana usilitillarda bo'lganimga ham o'zimni bilaman, qattiq gapirishimni, lekin muncha qiz muloyim, yana sevdo nega muncha? Kadr ortida meni ham ovozim baland chiqadi, mana yigitlar aytsin, hammasi yo'q. Mana baribir ham mana muloyimligingiz bilinib turadi, mayli deng. Anaqada qanaqa shular muloyim gapiradi. Nima gapira olmayman deyman. Deb chiqib ketib qolaman o'zimdan. Mana shu chiqib Ovozim baland. Endi kadrda yaxshi qiz bo'lib o'tiraman-da. Zohida. Qo'shiq aytayapsiz. Kadrda biz yaxshimiz. Qo'shiq aytayapsiz. Aldoqchini eshitdim. Kecha yana bitta yangi qo'shig'ingizni eshitdik. Yaqinda yana bittasi chiqadi. Ijodga qaytganingizdan juda xursand bo'ldim. Tashakkurlarim sizga. Qo'shiqlaringiz menga juda ham yoqdi. Yoqdimi? Va to'g'risini Rahmat. aytaman, shunaqa shodonlik, shunaqa zavq, shunaqa shavq bor. Ijodingiz davom etsin, to'xtatmang endi. Voy, menga rahmat sizga. Menga shunaqa siz qarang, sizda jurnalist nimadir gapira olmasa-chi azobda. Yaxshi, sizda shu azob yo'q ekan. Gapira olar ekansiz. Masalan, nimadir kim bugun shunga aytib qo'ying, chunki u sizning majburiyatingiz, chunki his qildingiz, sezdingiz.
gapirish kerak jurnalist. Bo'lmasa uni u azob sizni u bosib qo'yadi azob. Voy, shuni aytmadim, aytishim kerak. Jurnalistsizda aytishingiz kerak. Siz gapirishingiz kerak. U uchun meni ta'zimlarim sizga. Rahmat. Chin yurakdan aytganingizni ham his intervyu qildim. bergani kelgandek his qilyapman Aylanib o'zimni. ketdim. Rahmat, aylanib ketding. Sog' Sizdan bo'ling, ming sog' rahmat. bo'ling. Shunaqa aytdingiz, albatta ijod qilaman. Yorqinxo'ja bilan birga konsert bering. Bu juda ham chiroyli. Bergim keladi. O'sha azobim ham aytib beraymi? O'sha Drujba Narodov Xalqlar do'stligi saroyining oldidan o'tardimda, 28 yil ichida bo'layotgan azobimni ham aytib beraman. Kechirmalar. O'sha yerdan o'tib qolsam, shu mashinani to'xtatardimda. Gay turadimi, turmaydimi meni payt radar-yu. Gaylar bilan chiqishaveraman. Shu to'xtatardimda. O'sha saroyga qarardimda, aytardim. Bir marta senda konsert bersamidim deb. Bir kungina. Senda bir kungina konsert bersamidim, Ozoda kullab berardi. Chin yuragimdan havas qilardim. Yulduz kullab konsert berardi, Yulduz Usmonova, Ozoda xonim. Sizlarga efir ortida balki eshitib qolishar. Sizlarga chin yuragimdan havas qildimki, Yorqinxo'ja shunaqa 4 kun, 5 kunlab konsert berdi. Havas qiling, havas qiling. Bir kun Alloh sizni mayli o'zingizga bermasa ham o'sha havasingizni 10 barobar, bolangizga 10 barobar ko'proq kamoli sizga baxt beradi. Shuning uchun aytaman, bir kunga bolamga berdi-da, bu meni orzularimni armon bo'lib qolmadi-da. Meni orzularimni ushaltirdi-da shu bola. Va hali fursat Mashalloh. bor. Hali Yorqinxo'ja amalga oshirdi, orzularimni amalga oshirdi, armon bo'lib qolmadi Bo'lmadi. deyapsiz-ku. Lekin hali sizda fursat bor. Hali Bormi? yillar bor Rahmat, oldinda. rahmat. Albatta o'sha sahnada qo'shiq kuylayotganingizni, alohida bir konsert berayotganingizni biz guvohi bo'laylik, gullar ko'tarib boraylik. Ming rahmat. Voy, sizni birinchi chaqiraman. Rahmat sizga. Zohida opa, rahmat kattakon suhbat uchun. Rahmat. Ajratilgan vaqtingizga rozi bo'ling. Ming rahmat. Voy, Fikrlaringizga mindan mingga rozi roziman. Ayniqsa siz bilan. Rahmat. Bo'ling. Buni montaj qilasizmi ishqilib? Ha, montaj qilaman. Montaj qilmasa, la deb Yo'q. O'zi gapiraman-da.